اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu taolo oyat karimada summa awrasnal kitaballazina istafayna min ibadina, biz bu kitobni o'z tomonimizdan tanlab olgan bandalarimizga meros qildik deydi. Bu Qur'onni kim yodlashlikka, kim Qur'on o'qishlikka Alloh muvaffaq qilgan bo'lsa, Allohning haqiqiy tanlab olgan bandalardan bo'ladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ikkita kishiga hasad qilsa bo'ladi dedilar. Faqatgina ikkita kishiga. U kishi birinchisi Alloh subhanahu taolo unga Qur'onni bergan, buni ertaga kech tilovat qilib, unga amal qilgan kishi bo'lsa, ikkinchisi bu odamga mol dunyo berilgan, mol dunyo ato etgan Alloh subhanahu taolo buni ertaga kech o'zini yo'lida infoq ihson qilgan kishiga. O'quvchilarimizdan alhamdulillah har haftada bir nechtasi ma'lum son tugatib, hozir madrasamiz boshlangandan beri yuzlarga yaqin o'quvchimiz ma'lum son tugatib Qur'onga tushdi. Bu Allohning juda katta fazli. Bu fazl hamma kishiga ham berilmaydi. Bunga albatta bu ajr savobda bizga ota-onalaringiz, ustozlaringiz va boshqa birodarlarimiz albatta biz bilan birga sherik bo'lishyapti. Ozgina qiyinchiliklar, charchoqlar, hamma narsa o'tib ketadi, lekin savob ajr biz bilan birga oxiratimizga o'zimiz bilan birga boradi. Bu ne'mat juda ulug' ne'mat aziz o'quvchilar. Mana ichlaringizda o'quvchilarimizdan yana biri Usoma alhamdulillah ma'lum son tugatib Qur'onga tushib, hozir bu kishiga Qur'on va Qur'onga qo'shib ozgina hadiya beramiz. Bu o'quvchimizga hammalaringizdan duo qilib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Bu kishi mana boshqa o'quvchilarimizdek Qur'onni qisqa muddatda o'qib tugatib, bunga amal qilishlikka Allohdan tavfiq berishini so'rab qolamiz. Endi hozir men Usomani chaqiraman. Usoma kelib birinchi o'rinda Qur'onni, keyinsiga ozgina qo'shimcha hadiyamiz bor, buni qabul qilib olasiz. Keling Usoma. Mashalloh. Assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin. Bu bizning eng mo'tabar kitobimiz Qur'on sizga birinchi o'rinda. Bu qo'shimcha hadiya. Ustiga qo'ying, ustiga. Mashalloh, mashalloh. O'tiring joyingizga. Mashalloh. Bu xursandchilik hammamizning xursandchiligimiz. Bu Usomaning xursandchiligi hammani xursandchiligi, to'g'rimi? Buni ko'rib albatta ota-onalar ham juda quvonadi. Bizga qo'llaridan keyincha yordam berib duo qilib turgan birodarlarimiz ham buni ko'rib nima qiladi aziz o'quvchilar? Juda qattiq quvonadi. Chunki bir kishi boshqa kishini bir yaxshilikka yo'llab qo'yadigan bo'lsa, u kishilarga qancha ajr savob beriladigan bo'lsa, yo'llab qo'ygan odamlarga, bunga sherik bo'lgan, duo qilgan, xizmat qilgan ustozlar, ota-onalar hammasiga shularga sherikda bular barobar bo'ladi, to'g'rimi? Bu narsalarni hammalaringiz eshitgansizlar, darsliklarda o'qigansizlar va o'qiysizlar xudo xolasa kelajakda. Alloh hammalaringiz darslaringizni davomiy qilsin. Bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshiligi bersin. Foydali ilmni amal va hikmati bilan birga bersin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.